Chempionning ham o'zi. Yo u faqat nimjonlar bilan kurashadimi? Undan yaxshiroqman demoqchimisan? Bu aniq. Artur, yo'q. Tayyormisan chempion? Ha. Chempionlar Ligasi stavkalari haqida bilasizmi? Yaqinroq keling, hozir tushuntiraman. 2020-yilda Bavariya Chempionlar Ligasi g'olibi bo'ldi. Eng yaxshi o'yinchi sovrinini esa Kingsley Coman oldi. Oradan 1 yil o'tib 2021-yilda u jiddiy jarohat olib, ancha vaqtga safdan chiqdi. Bir qarashda shunchaki oddiy holdek ko'rinadi, to'g'ri, lekin 2021-yilda Chelsea furor ko'tarib Chempionlar Ligasini yutdi. Eng yaxshi futbolchi esa N'Golo Kante bo'ldi. U ham Coman singari 1 yil o'tib jarohat olganini Chelsea muxlislari yaxshi eslaydi. 2022-yilda Real Madrid 14-Chempionlar Kubogini qo'lga kiritdi. Ahamiyat bering, eng yaxshi futbolchi sovrini Thibaut Courtoisga topshirildi. 1 yil o'tgach Courtois uzoq muddatga jarohat oldi. Uchtasiga ham sabab keltirsa bo'lar, lekin 2023-yilda Manchester City ilk bor shalpang quloq sovrinini yutdi. Eng yaxshi futbolchi esa Rodri edi. 2024-yilda u jarohat olib hassada oltin to'p olgani borganini ko'rdik. Bu hali hammasi emas. 2024-yilda Real Madrid yana bir bor Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibiga aylandi. Eng yaxshi futbolchi Dani Carvajal bo'lgandi va shundan keyin qanday dahshatli jarohat olganini ko'rdik. 2025-yilda Parij bu sovrinni boshi ila ko'tardi. Ochiq aytgim ham, ishongim ham kelmayapti, lekin finalda eng yaxshi o'yinchi bu Desire Doué bo'ldi. Hello, I'm Cristiano Ronaldo. O'ta mustahkam. Ay, qattiq. Ko'rsataymi mana? Qaranglar. Yo, onang. Qahramonlar, menda yomon xabar bor. Ko'p yo'q qilinmagan ekan. Ko'pni yig'ganingizda yangi maxfiy raqam kiritishingiz kerak edi. Fil, ko'pni sen yig'ganmiding? Men umuman ko'p yig'ishni yomon ko'raman. Uni Zik yig'gan edi. Yo'q, Lyosha amaki yig'gan edi. Yangi maxfiy raqamni kiriting. Artishok. Dunyoning eng qudratli qurilmasi Artishok nomi bilan himoyalangan ekan.
Agar futbolga qiziqsangiz, mana bu she'rni bitta eshitib ko'ring. Dunyo yana to'lar nafrat sevgiga. Kimda yig'i, kim to'ladi kulgiga. Ispaniyada bir o'yin bor do'stlarim, dunyo unda bo'linadi ikkiga. Bir tomonda Yamal turar kulgancha, bir tomonda Madrid g'azab to'lgancha, Vini chopar qanotida bilgancha, dunyo yana bo'linadi ikkiga. Mbappening ko'zlarida dard nihon, poytaxt uchun keldi vaqti intiqom, Alonsoni kutar katta imtihon, dunyo yana bo'linadi ikkiga. Sog'inar kim bu kunda Rafinyani, lek ko'tarar Flik yana liniyani, futbol boshqa ko'rmagay bu soniyani. Yana dunyo bo'linadi ikkiga. Bugun kimga bazm, kimga azay, jang bo'ladi o'yindan so'ng rosa, qoq o'rtada qolganlarga maza. Yana dunyo bo'linadi ikkiga. Va bizda so'nggi savol. Klubning tarixdagi eng yaxshi to'purari kim? Kilian, Jud va Fede. Bu juda ham oson ekanligini aytishyapti. Jud esa Fede javob berishini istamoqda. Bo'la qol, axir sen bizning kapitanimizsan. Bu albatta Cristiano. Cristiano. Javob to'g'ri. Mana 2025-yil ham o'z yakuniga yetdi. Real Madrid uchun ushbu yil juda ham og'ir o'tdi. Jamoamiz ushbu yilda juda ham ko'p narsa yo'qotdi. 2025-yil boshida Carlo Ancelotti qo'l ostidagi jamoamiz Arsenalga qarshi o'yinda sharmanda Wine,